Hammaga assalomu alaykum. Xo'p, Instagramda ko'p ko'ryapmiz, ya'ni 400 ming, 500 ming, 600 minggacha bo'lgan eshiklarni 300 mingligini ham ko'rdim. Endi to'g'risi ko'pchilik kelib, eshikni hisoblab bersak, mayda eshik bor-ku, nimaga siznikidan nima farqi bor deyapti. Xo'p, oddiy siz bilan biz ahamiyat bermaydigan farqini ko'rsataman. Mana shu ishlarimiz arzon ish hisoblanadi mana. Shu ishlarimiz arzon. Endi ko'ramiz mana. Ko'ryapsizmi mana? Material. Ya'ni taxtani bu yerda sasna ishlatiladi. Sasnani sorti pastda ishlatiladi. Ham putaq yorug' tushgan, putaq yorug' tushgan. Shunaqa bo'ladi mana. Ya'ni bu sizga ko'ringan joy shunchalik. Ichidagi rekani bo'lsa, umuman deyarli reka qo'yilmaydi. Qo'yilsa ham 3-sort, 4-sort rekalar qo'yiladi. Keyingisi yana eshigimiz mana, arzon eshiklar. Mana ko'ryapsizmi? Xo'p, mana. Mana shunaqa sorti juda past. Mana qator sorti past qo'yiladi. Mana putaq. U pastda ham putaq mana. Daryoda ko'ndalan tushganida ham putaq, tepadan tushganda ham putaq. Ya'ni bularni qilib qo'ymasak, sizda qimmat ekan deb chiqib ketilyapti. Endi yaxshisi qana bo'ladi? Yaxshisi mana yaxshisi. Mana shu ham mana zakasimizni arzoni. Zakas lekin arzon. Mana. Ko'ryapsizmi? Birorta putaq yo'q. Bu ham arzon. Endi zo'ri qana bo'ladi? Mana zo'ri. Mana. Ko'ryapsizmi? Bu taxtani liniyasini qarang, o'ta chiroyli, o'ta sasnani vishi sort hisoblanadi. Mana boshdan hisob ko'rganingizda, qarsiz mana. Uni miq qoqilgan xolos. Mana qator. Ko'ryapsizmi? Birorta putaq yo'q mana. Bu sifatli ish. Keyingisi mana nalishligini ko'ryapsizmi, qanchalik qalin mana qo'lga solishtirganda. Buni arzon ishlarkini mana nalishligi. Ko'ryapsizmi qanchalik? O'ta yuqqa. Shuni evaziga qimmat bo'ladi. U ham eshik, bu ham eshik deyiladi. Lekin mana sifatida ot bilan tuyacha farqi bor. Mana shular mana rostakam bizni qimmat eshiklarimiz shular. Mana shularni mana yoniga o'tib ko'ramiz. Ko'ryapsizmi? Mana shu bilyard toshcha narigilarda putaq bo'lsa, unda tushib qolsa mana bitta tushib qoladi bunaqa. Tushib qolsa, endi guruch kurmaysiz bo'lmaydi degandaqa mana tushib qolsa. Ko'ryapsizmi? Mana putaq borligi ham bilinmaydi, oq putaq. Bu ya'ni zarari yo'q buni. Mana. Vishi sort. Mana u kraska sepilganda bu yoqqa o'tilgan. Mana uni qalinligini ko'ryapsizlarmi? O'ta qalin. Bu shuni evaziga tan narx qimmatlashadi. Keyin ikkinchi asosiysi mana ulari mana kraska bo'ladi, mana ular oq kraska, qora kraska. Kollur bo'lmaydi. Arzon ishlarda nima qilinadi? Tepasidan kollur surkab qo'yiladi mana shu. Mana kollur surkab qo'yadi. Bular mana o'zgaradi, keyinchalik o'zgaradi bular. Shunisiga, rekasi kam. Ko'ryapsizmi? Rekasi kam. Mana unda mana ko'ryapsizmi farqini? To'lla bular. Ichida reka boshdan oxirigacha reka bo'lmaydi, rekasi ko'p. Bunga bitta reka qo'yiladi yo qo'yilmaydi, bitta qo'yiladi. Bunga 3tadan kamida 3ta qo'yiladi. Shunaqa farq. Xo'p. Kimda anaqa savollar bo'lsa, kommentariyada yozishlaring mumkin. Bemalol javob berib o'tamiz.